Xo'p, tillajon. Alohida tillaga qilaman dedim. Tillaga alohida analiz qilinyapti. Endi bu xo'p, mana buni o'chirib qo'yamiz. Buni kattalashtirib qo'yamiz. Qaranglar. Tillada boshidan chiqqan ham yaxshi bir tomondan deb o'yladim va hammasini uddalik qilamiz. Tillada nima ko'ryapsizlar? Mana shunday qaraganda o'suvchi trend. Oddiy o'suvchi trend va biza buni bemalol sanashimiz mumkin. Va biza sanashni boshlaymiz. Birinchi impuls ko'rinib turibdi. Hop, ikkinchi mana korreksiya bu. 1, 2, 3 impuls mana bor va 4 korreksiya va 5. Bo'ldi. Bizda 5 tugamagan hali. Buni hozir rangini o'zimga yoqadigan ranglardan qilib mana bu joyini siklini katta qilib qo'yamiz. Unaqa sikl qilib qo'yamiz. Eng katta trendimiz. Shuni inobatga olinglar. Tilla tushmaydi deyshadi, lekin mana bunaqa tushishlar bor. Tushadi, u farqi yo'q. Mana 1, 2, 3, 4, 5 bo'lar ekan, mayli qatta bo'lsin. 4000, 5000 farqi yo'q menga. Bo'ladigan bo'lsa, bitta mana bunaqa korreksiya ko'riladi 5 tadan keyin. Va keyin ketishi mumkin. O'ylayapsizlarmi, qanaqa davlatlar, qanaqa inqiroz bo'lishi mumkin? Uning uchun qattadir undan ham interesliroq narsa chiqishi kerak. Tilladan ko'ra foydaliroq narsa chiqsa, bo'ldi, tilla qiziquvchanligini yo'qotadi. Bu yaqin o'rtada bo'lib qolishi ehtimoli va bunaqa impulsga ketishida. Tez ketib qolyapmiz, ha? Hop. Vanlarni tugatishimiz kerak. Haftalik o'tamiz. Bizaga oxirgi 5-impuls sanalishi kerak. Da, tugamay qolganligi ko'rinib turibdi. Shunday turishidan ko'rinyapti. Demak, biza bu yerda 1 2 3 4 5 deb mana buni 5 deb ola olmaymiz. Sababini hozir ko'rsatib ketaman. Messengerda ko'rsatmaman shuni. O'zi menimcha olsak bo'lardi. Mana. Hop. O'zi mana 3 kelgan, 4 tushgan, 5 mana chiqib ketyapti. Demak, biza 5 ni tugashini kutishimiz mumkin ekan. Endi boshqatdan sanab chiqamiz. Xo'p, mana 1 bo'lsa, mana 2 bo'lsa tortsak, mana bunga kelib qolyapti. Demak, bu bitta impuls hisoblanyapti. Bo'ldi. Bu impuls demak bu 5 emas. Chunki tugamay qolgan. Bu tushib chiqib ketgan tepaga, korreksiya bermagan. Demak, bu 5 emas, 5 teparoqda edi. Bizga tugash kerak bo'lgan joy. Demak, bu 5 ni 1. Qana sizlarga. Bu 1 2 bo'lgan, mana bu yerda 1 2 3 4 3 4 5 bo'lgan, mana 1 2 3 4 5. Mana 1. 1 shunaqa topamiz. 2 bu, endi 3 4 5 ga qo'yib qo'yamiz. Buni esa kichraytiramiz. Okey, mana. Oddiy 1 2 3 4 5 qilib qo'ydik. Demak, biz 3 ga ketyapmiz. 5 ni 3 ga ketyapmiz. Shuning uchun impuls bekorga impuls emas. Har bitta 3 ta impuls bo'ladi. Mana impuls 3 ta. Mana 3 ta impuls. Mana 3 ta impuls. Har doim 3-harakatda yaxshigina impuls bo'ladi. 5 ta emas, 3 ta bo'ladi. Shuni hisobini olinglar. Hop, biz endi kundalikka o'tamiz. Bizaga 3 tugaydimi, yo'qmi? Savol tushdi. Endi 3 chi bo'lib chiqamiz. 3 chi bo'ladigan bo'lsak, 1 2 1 2 1 2 3 4 5. Demak, 3 mana, 4 mana, 5 mana. Demak, bizda 3 tugab qopti o'sha. Sezayotgan bo'lsanglar. Hop, ozgina qolganda, mana buni kichraytiramiz. Quvsli qilamiz, chunki hozir quvsiz ham chiqadi, bizga kerak bo'ladi. Hop, aynan nega bunday? Mana o'lchab ko'ramiz расширенiyda. Aynan mana 5 ga keladigan joyga kelib qolgan. Yaxshi. Joylari aniq. Masalan, mana bu yerda qanaqa oldingiz desanglar, mana 1 2 3 4 5 olinadi. Ko'rinib turibdi qanaqa qolgani. Ichini xohlasanglar ko'rib olishingiz mumkin. Ichi ham ofitsialniy 1 2 3 4 5 dan iborat. Xo'p, bizda shotgacha aniq edi. Chalg'itayotgan joyi mana shu 5 ni tugashi. Ellikchilar hammasini chalg'itdi bu. Bu harakat juda ko'pchilikni chalg'itdi, chunki bizga 3 tugashi va 4 boshlanish kerak. Bu 4 yaxshigina 4 bo'lishi kerak bo'ladi. Chunki oxirgi 5 ni 3 tugab 4 tushadigan bo'lsa, yaxshigina 4 tushadi korreksiya. Va hamma mana bu joyda deb o'yladi.
aynan mana bunday deb o'yladi. Hamma 1 2 3 4 5 tugadi deb o'yladi. Shu 3 tugadi, mana shu 5 kelib qoldi dedi va bu yerdan biza A, B, S kutdik. To'r mana shu joygacha kelish kerak edi va majbur edi. Lekin bu tugamay qoldi. Qizig'i Elliotda valni tugamay qolishi ham mumkin. Sabab bizda mana bunaqa harakat ketdi. 1 2 3 4 5. 5 cho'ziluvchan. Hozirgi iqtisodiyotda 5 cho'ziluvchan 5 ga aylanib ketdi. 5 ichida 1 2 3 4 5 bo'ladi. Mana shunaqa qilib tugatmoqchimiz. Bu hozircha Elliotchilarning ideyasi, ko'pchilikning ideyasi. Boshqa ideya ham bor. Boshqa ideya qanaqa? Menda o'zimda shaxsan tug'ilganga 1 2 3 4 5. Mana shunaqa ideya ham bor. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, unda tilla A, B, S bo'lib mamlakatgacha tushish kerak bo'lib qolyapti. Bu menga sal variantliroq, sal ishonchsizroq tuyuldi. Hozirgi holat, hozirgi kunda kuzatish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Bezubitkalar bilan ishlash to'g'ri yo'q. Shuning uchun shu boyiganida qolamiz. Buni isbotlash qachon bo'ladi? Endi mana buni sanab yozib chiqamiz. 1 2 3 4 5 va buni biz qovusdan chiqarib qo'yamiz. Bo'ldi. Demak, sizlar mana bunaqa turasizlar. Sizlar tepada kutasizlar deymiz bularga. Qachonki birinchi ideya 5 davomiy 5 bo'lishi, mana bu 5i biri, bu ikkisi, bu 3i bo'lishini uchun bizga bitta harakat yetadi. Bitta harakat. Mana shu kelayotgan dushanba kuni bu hal bo'ladi. Uyam bo'lsa-ki, oddiy fibo tortamiz, расширение tortmaymiz. Chunki cho'zilib ketdi shundoq ham. Mana shu narxga tilla menga chiqib berish kerak birinchi. Dushanba kuni tilla dushanba yo seshanba pastga tushmasdan tepaga chiqsa, biz ana shu cho'ziluvchi 5 1 2 3 ni tasdiqlagan bo'lamiz. Lekin haftada shunda ozgina tepaga chiqib turib pastga harakatni boshlab qolsa, ko'proq yurib ketsa, bu hech qachon 3/1 bo'la olmaydi. Chunki 3 ga yaqin kelib turib 3/1 bo'lish juda mantiqsizlik bo'ladi. Bu o'z-o'zidan boyiga ideya ABC bo'lib, mana bu pastga yechib qo'yib, pastga 2900 larga shu kutgan joyimizgacha keladi. Sal teparoqdan bo'layotgan bo'ladi. Va u sal o'zgarish bo'ladi. Xudo xolasa dushanba kuni aniq bo'ladi. Tepaga chiqadimi yo pastga tushadimi? Endi bo'ldi. Bizda hozircha aniq nimadir harakat bor. Endi kichraytiramiz. 1 2 demak 3 va pastroqda 4, keyin 5. Mana bular chalkashmaslik uchun endi bularni yana o'zgartirib qo'yamiz. Mana bunaqa dumalab ichiga olib qo'yamiz. Bular tepada kutuvchilar. Va bu tugaydi, bittada tugaydi bular. Mana shu 5 tugashidan tugaydi. Xo'p, 4 soatlikdan keyin biza 1 soatliga o'tishga haqqimiz bor. Men sizlarga nimaga ideya berdim? Berganimni bilasizlar ideyani. Ideya mana shunaqa bo'ldiki, men buni 1 2 3 4 5 deb oldim va 5 ni ichidagini esa 1 2 3 4 mana shu joydan 5 maksimumgacha deb oldim. Men shunaqa ideya qildim. Lekin tilla ko'proq tushib ketdi. Mumkin emas demayman. 0.5 dan o'tib ketsa mumkin emas. Ana. Yana bitta sirini ochib ketaman. Agar 0.5 dan o'tib ketsa korreksa, mana 1 bo'ldik, 2 bo'ldik, 3 bo'ldik va 4 tushayotgan paytda 0.5 dan o'tib ketsa, bu 4 bo'lmaydi. Bu o'zi pastga impuls yasab, pastga harakat boshlaganini anglatadi. Bu ko'p joyda yozilmagan qonun qoidasi. Men topib qoldim shu narsani. Keyin bozorda ham tekshirib ko'rdim, haqiqatda bozorda ham xuddi shu narsa bo'lyapti. Qachonki 4-korreksiya o'zi 382 yoki 236 dan qaytish kerak.
ba'zi bir holatlarda 0.5 dan tushadi, maksimum tushadi. Lekin 0.5 dan o'tib ketsa 608 u pastki impuls boshlanganini, mana bu esa ichki qattadir to'r shakllanib o'tib ketganligini bildiradi. Impuls tugab, bu yoqqa pastki impuls boshlanganini biladi. Asosiy korreksiya boshlanganini biladi. Xo'p. Demak, bizda 0.5 dan qaytdi. Biza o'yinroq holatda tepaga impuls boshlandi deya olmayman men o'zim. Chunki to'r bu. Xo'p, shakllangan harakatlarni ko'rib turibmiz. 1 2 mana bu 3 4 5. Xo'p. Buni mana bunaqa qo'yamiz, qo'shib qo'yamiz. Endi xudo xolasa, ichki kichikroq tayfrimga 15 minutlik o'tamiz. 15 minutlik o'tib boraman. 15 minutlikda nima shakllantirib beryapti menga? Menda oxirgi harakatlarim 1 2 3 4 va 5. Bu oxirgi harakatim. Mana bunaqa bo'ladi. Mana. Endi savol. Buni o'chirib turamiz. Yo'q, o'chirmaymiz, buni to'g'rilab qo'yamiz. Bunday qilib, tepadagilarni o'chiramiz, 0.5 tir yo'qoladi. Mana bo'ldi. Endi ABS qayerda shakllangan edi deydigan bo'lsanglar, ABS 5 minutlik ko'rinadi bizga. 5 minutlik o'tamiz. 5 minutlikda ko'rsanglar, birinchi impuls va ikkinchi korreksiya bor. Fibo tortamiz. Hop, mana ko'rib turibsizlar, birinchi impuls mana shu joyda tugagan. Bo'ldi, ko'rib oldik, demak birinchi impulsimiz bor. 1 2 3 4 5 to'rimiz chuqur bo'lib ketganini men chalg'itgan o'sha kuni va bu yerda A bor. Demak B mana S bo'lishi kerak, to'g'rimi? Endi S ga tortib boramiz. Mana bu uchidan tortsak 608. Demak korreksiya tugabdimi? ABS to'liq shakllanibdimi? Da, to'liq shakllangan. Agar 618 dan reaksiya berib turib, mana shu joydan mamyoqqa o'tganda men o'sha kuni men tekshirib ko'rdim buni. Mabda bayam kirib ko'rdim, ozgina tekrar o'tib ko'rib, chunki men ishonmadim. Tushib ketib qolishi mumkin bu deb o'yladim va tepaga chiqib darsh ketib qoldi. Agar darsh ketib qolmasa pastga tushsa, bu impulsga aylanib ketadi. Qaytib ketdimi, ichkari kirib ketdimi 0 dan. Mana 1 dan ichkari kirib ketdimi, demak bu korreksiya isbotlandi. Korreksiyamiz aniq. ABS bor. Demak, to'r tugadi. Deylik, shunaqa. Xo'p. Endi tepaga impuls. Men birinchi o'sha kuni mana bunaqa impuls oldim. Mana buni 1 2 3 4 oldim. Cho'ta keyin yemagandayroq tuyuldi menga. O'zimga shunaqa tuyuldi, yemagandayroq. Xo'p, keyin 15 ta mana ko'rindi ko'zimga. Va bu sal yeganroq tuyulyapti. Endi aniq qilib bo'lmaydi buni. Mana ko'ringchi. 2 nima bo'lsa ham bu impuls aniq impuls, korreksiya berish kerak. Xo'sh. Trend yorilgan. Sel tushishga shans. Lekin mana shu joydan emas, aynan men tutayotgan joy 5 minutlik order bo'ladi. Ko'pchilik shuni kichkina qilib qo'yasiz deydi. Menga yetarli o'zi kichkina qilib qo'yish. Chizuvchidan ham ko'raman. Likvidi bor, PVG'si bor. Mana bu joy qaytarish mumkin. Agar shu joydan qaytmasa, tepadan qaytadi. Endi biz kelayotgan haftaga impuls bilan bitta pastga otib turib tepaga chiqib ketishni kutaman. Biz mana tortib qo'yamiz. Ikkinchi harakat topish uchun 0.5 va 2 qo'yamiz. 2 va 786 kerak emas. Bu mana shu joydan biz baykiramiz. Bu joydan sel kirsa ham bo'ladi. Xo'sh, endi targetimiz qanaqa bo'ladi? Taxminiy targetni beraman. Taxminiy target bizada mana bu narx 3400. Mana o'tgan safardek qilib qo'yamiz.
tashlaymiz. Mana buni tepa tepa 2 deb olamiz. Va bizda bu 5 lar bo'ladi, bu 3 bo'ladi. Xo'p, 3400 dan keyin nima bo'ladi? Savol. Biz tilga o'tamiz. Ya shartimiz ekan to'g'ri o'tamiz. Agar shu xuddi shu ssenariy shakllanib bersa, aynan xuddi shu ssenariy shakllanib bersa, tepaga yurib bersa, men kutgan 3400 ga, men pastdan pivot tortaman mana shu joydan 3400 ga va men to'g'ri aniqlayman. To'rimiz narxi aynan mana shu likvidga to'g'ri keladi. Mana shu likvidga to'g'ri keladi. Likvid yechib buy ketishiga shans bo'ladi. Bu hop D1da PVG ga to'g'ri keladi. Qalay. Xuddi shunaqa. Eng kam tushadigan joy keyin 3000 gacha, 3300 gacha tushishi, 3400 dan 3300 gacha tushishi prognoz qilinadi. Mana shunaqa bo'lsa, likvid yechilishi yoki yechilmasdan qaytishi ehtimoli bor. Ko'proq yechib qaytgani yaxshiroq. Tepaga ketish uchun. Hop, tilla keyin qayerga ketadi? Deganlarga keyingi ketadigan joyi, keyin ketgan joyini oddiy figura o'lchaymiz. Расширение o'lchaymiz, расширение cho'zilib ketyapti. Keyin ketadigan joyi mana bu joy bo'ladi. Bu joy kim bo'ladi? Bu joyi aynan mana bu 5, mana bu 5, mana bu 5 va mana bu 3. Bizda hozircha shunaqa ssenariy. Oldin 3400, keyin 3300, keyin esa 3700. Mana shu harakatni ushlashga harakat qilinglar. Tepaga, pastga ko'p emas, kecha keyin tepaga. Mana shu harakatni ishlashga harakat qiling. Uzoq muddatli analiz. Hozircha dushanba kundan esa biz 15 minutga o'tib olamiz. 15 minutda mana bu harakatni ko'ramiz. Ko'rdinglar, bekorga chizib chiqmadim. Hammasini o'lchab chiqdim. Shu 5 minutligacha blok topib ideya qilindi. Bo'ldi. Blokdan qaytishini taxmin qilib qo'yamiz. Blokdan qaytsin deylik. Bizda PVG bor ekan. PVG dan mana shu joydan reaksiya oladi deymiz hozircha. Mana bunaqa holat. Tak. Даже tak. Bo'ldi. Mana shu ideya. Sog' bo'lasizlar, tillada analiz uchun umumiy analiz qiladi.